Assalomu alaykum shofergan obunachilar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamayapsizlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Orom choyxonasiga kelganmiz. Qayda do'stlar, to'g'rirog'i sizlarga O'zbekistonda yangilik bo'lgan apparat. Videoda boshidan bitta like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Batta apparat reklamasi ketyapti. Batta so'zini reklamasi ketyapti. Qaylar ko'rib turibsizlar do'stlar. Men o'zim yangi so'z so'z apparat mana ko'ryapsizlar. Shuni qilib turib mana. Shuni chiqarsalar mana ko'ryapsizlar do'stlar. Mana 3 xil tishi bo'ladi. Katta tishi bor, o'rtanchasi bor, mayni bor. Ko'rib turgan narsalar shu apparatda chiqarilgan do'stlar. Mana kattasi, mana o'rtanchasi, mana kichkinasi. Qayda nimaga bunaqa deyapman? Endi choyxonasi Farg'ona bo'yicha, Farg'ona viloyati bo'yicha endi menga bemalol murojaat qilaverasizlar. Nimaga bunaqa deyapman? Men yangi apparat oldim, yangi biznes boshladim. Qanaqa biznes deganlar uchun xuddi shunaqa so'zi. Endi choyxonasi bor akalarmi, stalovoy bor akalarmi, oshpaz akalarmi, yaqinda to'y qiladigan akalar bo'ladimi? Undan tashqari qo'shxona, magazinlari bor akalar bizga murojaat qilinglar, xudo xolasa ishlarni bitkazib beramiz. Xolasiz kattasidan to'rg'atib kelib bering, xolasiz kichkinasidan, xolasiz maydasidan sanay, maydasidan ham to'rg'atib kelib beramiz. Yangi biznes. Yaqinda to'y qiladigan do'stlarga mana shu video srochni jo'natinglar. Bu narsa bizda. Sizlar yugurib, borib, kelib, olib ketib yurmaysizlar. O'zimiz dastlabki qilib beramiz. 100 kilosiz 100 kilo qilib beramiz, 200 kilosiz 200 kilo qilib beramiz. Apparat ko'ryapsizlar. Apparat yangilik, O'zbekistonda yangilik bo'lgan o'sha aytayotgan apparatim bo'ladi do'stlar. So'zlardan ko'ryapsizlar. Hozir biz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi Orom choyxonasiga kelganmiz. Orom choyxonasida do'stlar qaylar. Haqiqatan so'rilarni ko'ryapsizlar mana. So'rilarigacha qilib qo'yilgan, bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa do'stlar. Bir gideta bir 6 ta metrda so'risi bor, undan tashqari xonalarigacha bor mana. Xonalaridan ko'rsatib qo'ying mana. Xonalarni qarang, hamma yo'q pokiza. Ishlarni bitta ko'rsatib qo'ying. Olib keling baqa. Mana do'stlar, mana ko'ryapsizlar mana. Ko'ryapsizlar xonalari, konditsioner, televizorlarni ham ko'rsatib qo'yingchiga. Televizorlarigacha bor. Konditsioner, televizor, ventilyator hamma yo'g'igacha bor. Joylari pokiza, bemalol Orom choyxonasiga kelaverasizlar. Bu tog'alarimiz ham bitta olib qo'ying mana, tog'alarimiz ham shu yerda mana. Assalomu alaykum. Tog'alarimiz ham shu yerda. Sizlar charchamayapsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? Ha, choyxonaga gap yo'q ekan, tog'lar gaplarni eshitsang. Endi Orom choyxonasiga kelaverasizlar. So'zlar ham bo'lsa olib keling baqa. Qarang, qattalik yo'llar uchun Toshloq tumani Sadda parkovkani ko'chasini ko'pchilik biladi mana, parkovkani ko'chasi. Bu yerda parkovkamiz bor. Mana parkovkani ko'chasi. Parkovkamiz, mana bu yerda parkovka bor. O'shani o'rnidagi mana Orom choyxonasi. Orom choyxonasi do'stlar. Bemalol kelaverasizlar, Orom choyxonasi mana nomidan chiqsanay, qayda do'stlar yana bir qator aytib o'tib ketib, 1 kun oldin telefon qilib qo'yinglar. Nimaga unaqa deydigan bo'lsalaring, joylari juda kam. Juda kam qoladi. Chunki tez to'lib qolyapti. 1 kun, 2 kun oldin zakaz qilib ketishadi. Chunki osh haqiqatan zo'r do'stlar. Sizlarga aytib o'tib ketdim, so'zi apparat haqiqatan nimaga? So'zi apparat sizlarga aytib o'tib ketdik do'stlar. So'zi apparatimiz ko'rinadi. Endi so'zlaring bo'lsa bizga aytinglar, to'rg'atib beramiz. To'ylarga, xudo xolasa oshpaz akalar, povur akalar, qossob akalarga bemalol Farg'ona viloyati bo'yicha xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz, to'rg'atib olib beramiz. Pastdagi nomer o'zimning nomerim bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar. Mana shu videoda sizlarga aytganimdek o'sha to'y qilaman degan do'stlarga tashab bering. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar. Bizdan xudolashib, g'iddish.